Akida qolasizlar aniq ol. Hello guys, sizlar bilan Zehon 800. Bugun sizlar bilan qiz bola ovozda prank qilamiz. Qani go! Hadi oynayamiz. Oynayabilirsin. Ey, Zek, necha FPS telefon shundan gapiring. 45 yo'q, 30 o'ynayman lekin aytib qo'yay. Bitta gap aytkim keldi-yu, endi mayli eshitinglar. Vaqtida qolasizlar aniq ol. Bu bola qaysi ko'tiga qarab fol ochyapti bilmayman. Keyinda o'yinni ko'rsanglar bilasizlar. Bu holatda sherigim xo'rlayman deb yozgan va bunga deysiz bo'larmikan? Ko'rlaysizmi, opa? Biratda bizga gapirgan gaplari ham. Qo'y shuni. Qani bo'lmasa go, lobbi xonamizda kutib olamiz. Shu joyda siz ham like bilan obuna bosib qo'ying, aka, iltimos. Agar shu yergacha ham ko'rgan bo'lsangiz, demak siz legenda obunachimsiz. Shubha bo'lmasligi uchun bir donagina shot berdik. Qani bo'lmasa xorlaymiz, go! O'zi bir ko'ting poq ekan, nima karillaysan? Yetganimizdan keyin bu bolalar reaksiyasini ko'raylik. Qiz bolalarga yetkazganmisizlar sizlar ham? Yo'q, bu. Сразу кировнасini ham solib bitta bularni xo'rlaylik. Propsam, давай tezbek. Mana sherigim botmi? Lab nervimni chiqarib piydaras. Xudo olmayapsan dalbayib. Baxona. Biz yoshlar kutgandik, bilgandik mana shunday o'zgarishlar bo'lishini. Shunday qilib, bu prankimiz sizga yoqgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, do'stlarga ham yuborib qo'ying. Keyingi safar siz bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lib qo'ying, jigar.